Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun parfumeriyamizdagi qimmatbaho atirlarni bir qismini qisqacha ko'rib o'tamiz. Endi esa Dolce & Victoria'dan Opel oxirgi chiqqan versiyasi 2025. Adashmasam hozir 2026 o'rtada bir yil o'tdi. Lekin bir yil o'tgan bo'lsa ham atir uchun juda ham yangi. Böyle açık ko'rsataman sizlarga. Atir ochiligi uchun, lekin ishlatilmagan. Bu yerda buni faktdan ochib ketaman. Bu atirimiz unisex. Ayollarimizga, erkaklarimizga, bolalarimizga, qizlarimizga, bobolarimizga, buvalarimizga ham to'g'ri keladi. Sharqona gullik guruhiga kiradi. Julie Lerendo tomonidan 2025 aytdim, ishlab chiqarilgan fransiyalik atir ishlab chiqargan ayolimizdan. Erkaklar uchun, ayollar uchun ayol bo'lib turgan atir. Ko'rinishdan как раз erkaklar uchun deyiladigan demoqchi bo'lganim. Ayollar atir uchun bo'lmaydi. Bunda hatto dokumentchalari ham bor. Agar boshqa balga chiqib ketadigan bo'lsa, shunaqa pasportlarni ko'rsatsa, original ekan deb qo'yib yuboradi. Bu narxga keladigan bo'lsak, mayli, sizlar uchun $510 qo'yamiz. Batirimiz Dolce & Victoria firmasidan Aqua Sapphire 2001-yilda Buyuk Britaniyada ishlab chiqarilgan. Bu yana nimalar aytishim mumkin? Hozir o'qib olay daftarimni. Fujir suli okean guruhiga kiradi. Christian Provenzano tomonidan ishlab chiqarilgan atir. Qishda, yozda, kuzda, bahorda tanlab o'tirmaydi. Yilni to'ri bahoriga ham, to'ri fasliga ham to'g'ri kelaveradi. Universal atirimiz. Buni narxiga kelsak $500. Endi esa bu atirimiz haqida gaplashamiz. Bu uchun hurmat qilib brasletlarimni, soatlarimni taqib oldim. Taqmasam ham bo'lmasdi. Axir bu Louis Vuitton firmasi. Fransiyaning eng oldi atirlar, sumkalar, shunaqa har xil boyvachchalar narsalarni ishlab chiqaradigan eng oldi uylardan biri hisoblanadi. Buni qo'yamiz, buni qo'yamiz reklama uchun. Ana, voy tushib ketadi, voy tushib ketadi, voy tushib ketadi. Ana tushib ketadi. Atirimiz Louis Vuitton Cosmic Cloud. Bularning ichida eng qimmati desam adashmagan bo'laman. Buni ishlarini bir ochib sizlarga ko'rsatay. Aytishadi-yu, mashina olishingdan oldin ishlarini ko'r, voy. Суди книгу по обложке. Kitobda muqovasiga qarab baho berma. Bu shoxlari. Jack Cavel Bellatrut tomonidan 2001-yilda bo'lib topilgan atir. Bu atirimiz yilning eng qimmatbaho va eksklyuziv guruhiga kirgan. Endi esa ko'p gapirmasdan narxiga o'tsam. Qo'y narxi esimdan chiqib qoldi. Eslani to'g'ri qoldi. $590. Agar videomiz oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, Jack Cavelli Bellatrutdan eksklyuziv master klass ko'rasiz. Atirni qanday to'g'ri sepishlik haqida. Lekin bu rus tilida bo'ladi. Rus tilini tushunmagan bo'lsangiz, mimikasidan tushunmasangiz ham bo'ladi, nima demoqchiligim. Нужно наносить сюда и сюда. Нет. Неправильно? Нет. Этот способ уже совершенно устарел. Мы делали так, поскольку парфюмы выпускались без пульверизатора. Мы не могли пользоваться ими вот так. Поэтому нам приходилось наносить их именно так. Вот уже 30 лет, как мы используем пульверизаторы. Лучше всего наносить аромат сюда, поскольку тут он распылится по большей площади. И в течение всего дня при каждом движении руки аромат будет окутывать вас. Понятно. А когда аромат здесь? Когда аромат здесь, он просто не сможет окутать вас. Это невозможно. Понятно.
Делая вот так, вы нагреваете и разрушаете пирамиду парфюма. Вы перевернули всю мою жизнь. Сам я наношу ароматы так. Всегда брызгаю немного сюда. Всегда так делаете? Если вы будете идти позади меня, то услышите мой парфюм.